Assalomu alaykum quyosh shuozlari. Xo'p, mana lyuksimiz xudo xohlasa joy tayyorlabdi. Uzag'i bugun tug'voradi-da. Nima bo'lsa ham mana shu kunlarda yurib, o'rganishni vitaminatsiya qilib, sabzi, o't, ukrop berib qo'yapmiz. Sirazi sutini ko'paytirgan, sal vitamin berish uchun. Mana. Xo'p, bu bilan inshaalloh bitta quyonimiz bor, u ham tug'adi, hozir uni ko'rsatamiz. Mana. Lyuksimiz yeyapti. Ochcha bezda qilganimiz kelmadi. Bu bilan mana gepardimiz inshaalloh tug'adi. Joy tayyorlab bo'ldi bu ham. Bu ham jinni yurib yurib qo'ydi. Qo'limda hech narsa yo'q. Unga ham sal sabzi, vitamin berib qo'yapmiz. Inshaalloh shu bugun bu uzag'i bir 3 kun. 3 kun nari beri tug'voradi. Lekin nariga lyuksimiz bugun tug'voradi. Barakasi mera bo'lsin. Quyonchilikdan foyda yo'q deganlar ham natashab qo'yasizlarda mana. Mana foydalar, mana quyonchilik foydalari, mana bolachalari. Mana foydalar. Mana. Shu mana foyda bo'ladi quyonchilikning foydasi. Hammanglar joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.